Yo'limiz Qoraqalpog'istonlik do'stlarimiz diyoriga tushdi. Qariyb 10 ming gektar maydonni egallagan Bebozor ovulida o'tgan bir kunimiz biz ijodiy xodimlar uchun ko'ngilli bo'ldi. Buyuk qomusiy olim bobomiz Beruniy nomini ulug' tutgan davlat jamoa xo'jaligida bir-biridan dilkash, bir-biridan mehnatkash, mehmondo'st kishilar bilan ham suhbat bo'ldik. G'o'ch yigitlar, suluv qizlardagi jo'shqinlik, fidoyilikni ko'rib quvondik. Bu jamoada har bir ish rejali, tadbirkorlik bilan olib borilar ekan. Ayniqsa hozirgi iqtisodiy tanglikdan qanday qilib chiqish choralari tinimsiz izlanilyapti. Bu borada dastlabki qadamlar ham qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek, palos to'qish ustaxonasi ochilibdi. Hali ishning boshlanmasi. Mo'jazgina ustaxonada palos to'qishning haddisini olgan bir qancha Zulfiyaxonlar, Saida Sanobar, Sayyora ismli to'quvchi qizlarning mahorati dasht qizlariga xos shijoati diqqatni tortadi. Ular 16 nafar. Yil boshidan shu bugungacha 30 dona palos to'qishibdi. Ularning ko'pchiligi hozircha narxi 4000 so'mni tashkil qiladigan turkman palosi. Ishlar yurishib ketsa, bu ustaxona ancha kengayadi. Hozircha mo'ljal shu. Endi mana bu ixchamgina konservat sexini ko'ring. Davlat xo'jaligida bultur 65 ming so'mlik daromad keltirilgan konservat sexida bu yil ancha siljish ko'zga tashlanadi. Sex boshlig'i Maqsud Xo'jaboyevning aytishicha, hozirgacha 150 ming banka tomat, tuzlangan pomidor, meva kompoti tayyorlanibdi. Bu sohada ishchilar Rustam Bozorboyev, Ne'mat Yangiboyev hamda bu kichik korxonaning ilg'or qizlari Sayyora Karimova, Ra'no O'rozova, Guliston Umurboyevalarining hissalari katta bo'lyapti. Bebozor bo'ylab sayohatimiz davom etdi. Beruniy nomli davlat xo'jaligi ancha sertarmoq jamoalardan biri hisoblanadi. Bu yerda ayniqsa chorvachilikka katta e'tibor bilan qaralmoqda. Mana siz kadrlarda chorvadorlar posyolkasi bilan tanishyapsiz. Fermada molxonalar kengligi, sarishtaligi bilan ajralib turadi. Bu yerda ayrim mahsulotlar bo'yicha davlat planlari allaqachon bajarilgan bo'lib, ferma mudiri bilan suhbat ana shu xususda bordi.
Fermamiz 1991 yil 22 yanvardan boshlab turib, siljilik fermaga aylantirilgan. Shundan buyog'inda biz Qoraqalpog'iston Jumhuriyatiga naslli qaşarlar hamda naslli buqachalar yetkazib beramiz. Bu boradagi 1992 yilda planimiz 100 yillik boshqa kelishgan edik. Shu bugunga дейін 136 bosh mal satdik. Shuning 100 boshqa yaqini qaşar, qolgani o'g'itchilar, yana tam 14 bosh mal satishimiz kerak. Fermada 206 bosh siyir mavjud bo'lib, har biridan 3000 litrdan 618 tonna sut berishimiz kerak edi. Shu bugunga дейін planga nisbatan bir 85%larini bajarib qo'ydik. Buzoq olу planımız boyunca da 205 bosh buzoq olumuz kerak edi. Shunga дейін 170 boshga yaqin buzoq oldik. Bu burada planımız ham amanlıq bo'lsa shu yaqin arada bajariladi. Fermamizda endi ilg'or savunchilarimiz ancha aytib ko'rsak baram ilg'or bularning. Shundan ichidan Allarga to'lgan ay har bir siyirdan 4000 litrga yaqin, Masharip va Gulara 3850 litrga yaqin, Rajab va Tursunay 4100 litrga yaqin süt so'b berib atır. Savunchilarning so'nggi vaqtlardagi imkoniyatlarini qarab turib, Savxoz ma'muriyati kelishgan holda hozir har 1 litr sutga 1 so'm miqdorida pul berilyapti. Natijada savunchilarning har bir oyini oladigan oyligi 7000-8000 atrofida bo'lib turibdi. Endi podachilarga da nisbatan oyliqlar yomon emas. Har bir yetishtirilgan sutning klassini eltindan pul beramiz. Ularning oyligi bir 5000 litr atrofida. Endi shu bugunga kelib turib, ilg'or podachilarimizdan Baltabay Gulimbat aka yaqinda pensiya uzatib berdik. Pensiya chiqdi, shundan bo'lsa ishlayapti, ballari bor, Iskandar aka Qabulov bor, Zarib aka Xalmenovlar. Bular o'zini bekitilgan har bir ishni shu me'yorida bajaradi. Endi albatta molni mol qilaman degan har bir chorvador o'zida yetishtiriladigan oziqani norma darajaga olmaguncha u yerda chorva bo'lmaydi. Shuning uchun ham fermada hozir shunga yaqin 1000 tonna yaqin sena beda deymiz. Lavlagi hozir shu bunda kelib turibdi. Endi bu amonlik bo'lsa bularda 1000 tonna bo'lsa kerak. Silos 1,5 tonna yaqin silosni bosdik. Hozir shu bugunda har bir sirga 10 kilogrammga yaqin lavlagi, 2 kilo yem, bir 30-40 kilo atrofida ko'k massa berib, har bir sir hisobini 13-14 litrni sotib turibmiz. Bebozorliklarga boshlangan ko'rsatuvimizning muz gali sahifasida beruniylik lirik xonanda Baltabay Davlatmurodov qo'shiqlar ijro etadi.